Festivalga kelib maza qilib dam olaman degan insonlar uchun ajoyib qulay lokatsiyada joylashgan dam olish maskanini topib qo'ydik. Dam olish maskanimizning nomi Buloq deb ataladi. Shuni katta yo'lni bo'yida aniq lokatsiyani tushuntiraman. O vodiydan Toshkentga ketishda yo'l o'ng qo'l tarafida joylashgan. O tunnelga 3 kilometrcha masofada qoladi. Inshaalloh bugun judatchamizni obzorini qilamiz. Joylari o'ta salqin, albatta hamma dam oluvchiga yoqadi. Xo'p, kanalimizni kuzatib boringlar. Bundan zo'r videolar hali oldinda. Videolarimizni ko'pchilikka tarqatish uchun kanalimizga obuna bo'lib, o'sha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Albatta bu hamma uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, dam olish maskanimizning obzorini boshlaymiz. Xo'p, Buloq dam olish maskanining umumiy ko'rinishi. Demak, mana atrof tog'lardan iborat, ko'pik archalar. Xo'p, mana telefon nomerlarimizni yozib qoldirganmiz, endi opisiyadaga yozib qoldiramiz. Demak, shunday katta yo'lni bo'yidan o'ngga kirib ketasizlar va demak pastga tushiladi. Parkovka uchun ham qulay joylar bor, muammo bo'lmaydi. Dam olish maskan tapchalarimiz hammasi mana shu pastda joylashgan. Xo'p, bu dam olish maskanimizda qolish uchun ham sharoitlar bor. Mana bu uylar hisoblanadi. Hozir aylanib o'tib bu joylarni ham obzorini, xonalarning obzorini qilamiz. Xo'p, hamma uchun ma'qul keladi, cho'ntakbop narxlarda. Haqiqiy jaydari insonlar dam oladigan joy hisoblanadi. Albatta, sizlarga ham manzur bo'ladi inshaalloh. Xo'p, mana kirish qismimizda mashina uchun joylar, xo'p, alohida ayollarga, erkaklarga demak, alohida hojatxonalar bor. Xo'p, bu tomonimiz yotoqxonamiz. Yotoqxonamiz obzorini hozir pastda demak videoga olgandan so'ng tepani alohida video olamiz. Xo'p, mana bu joyimizdan pastga tushib ketamiz. Mana pastda tapchalarimiz joylashgan. O'ta xushmanzara joylarimiz. Atrof salqin. Mana shiralarimiz hali to'liq barcha kerak yo'q. Agar barcha qaraydigan bo'lsa, atrof bo'lmasin, salqinlik shuni qurshab oladi. Xo'p, demak, chap tarafdan boshlaymiz. Tapchalarimiz narxini, demak, videomiz boshida aytib ketaveramiz. Xo'p, tapchalarimiz bu kattalari, demak, 10 kishilik tapchalarimiz 350 ming so'mdan narx qo'yilyapti. Kichikroqlari 250 ming so'm narx aytilyapti. Bundan tashqari mana bu tomonimizda oshxonalarimiz bor. Xo'p, har bitta dam oluvchilarga yotib qolishni albatta ko'rib o'tishi ham beriladi. Videoni kuzatib borsalaring, shu sutkalik qolish narxlarini ham aytib o'tib ketamiz. Bu dam olish maskani hududi katta kollektivlarni ham o'z ichiga bemalol sig'dira oladi. Ya'ni bundan muammo bo'lmaydi. Bu mana haqiqiy jaydar insonlar uchun, mazhab dam olib ketaman deganlar uchun haqiqiy tabiat qo'ynidagi bu dam olish maskani. Bu yerda qozon o'choqlarimiz bor va bu yerda ham katta so'rilar. Bu mana pastda rezerv yoqadi, hozir buni ko'rib chiqamiz. Bu mana dachamiz bo'lsa, shu to'g'ridan tushib kelganda mana rezerv yoqib o'tadi. Atrof tog'li, bemalol chiqib, aylanib tushsa bo'ladi. Tog'larcha xavfli emas, bemalol yoshi qari chiqish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari mana ovqat taom tayyorlashda mana o'tinlarda muammo yo'q. Xohlasangiz gazda, xohlasangiz o'tinda foydalanishingiz mumkin. Mana bunday salqin joylardan iborat. Bundan tashqari dachamizda mana shu basseyn xizmatlari ham bor ekan. Bemalol oshna oilalar bilan kelib mana shu basseynda mazza qilib cho'milib ketish imkoniga ega. Basseynda lekin hali ozgina bor. Basseyn hali to'ldirgan yo'q. Sababi bugungi sanamiz 2026-yil 9-may sanasi. Inshaalloh hali basseynlar to'ldirib qo'yadi. Hozir borib bu ko'rishni ko'rib ko'ramiz. Atrof o'ta chiroyli. Mana bunday domiklarimiz bor. Bemalol 5 kishi 6 kishini o'z ichiga sig'dira oladi.
Shashi tayyorlashdan ko'ra bu hamma sharoitlar beriladi. Ana bu joyda ham dam olsa bo'ladi. Bu ham mana so'rilari, ya'ni har bitta xonaga alohida tapchan so'ri beriladi. Bundan tashqari ko'rib o'tishga hamma sharoit beriladi. Bu basseynimiz tepada ekan, tepaga chiqqanda basseynimizni ham ko'rsatamiz. Bu to'g'risi 9-may bo'lsa, shu futbolkada ham hozir ancha sovuqotiryapti, havo o'ta salqin. Qushlar ovozi bemalol, mana qushlar ovozi ham sayrayapti. Haqiqiy yovvoyi tabiat qo'yinida maza qilib dam oladigan sharoit ekan. Tapchanimizni ichki qismini ko'rsatib o'rdik. Mana hozir ko'rib o'tishlar beriladi. Idish tovoq, qozon hamma beriladi. Albatta joylarimiz sizlarga manzur bo'ladigan bittaman. Xo'p. Videolarimiz haqida qanday fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada kutamiz. Telefon nomerlarini opisiyaga qoldiramiz. Bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Hozir yotoqxonasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, yotoqxonasi xolasalaring past tomonda, xolasalaring. Xo'p, mana bunday joylar joylashgan. Mana bu yerda so'rilari ham bor. Ya'ni chetda dam oladigan kunduz kunlariga. Xonalarimiz. Xo'p, oshxonasi bor ekan. Bundan tashqari mana xolasalaring ko'rpa to'shakka o'tsa ham bo'ladi. Divanlari ham demak mavjud. Xo'p. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Keyingi xonalarimiz ham xuddi shunday iborat. Mana alohida o'tirish uchun joy. Bu joyimiz ham xuddi shunday. Divan kreslo. Xohlasangiz divan kreslosi yo'q, ya'ni yotoq joylari ham bor. Mana bunday joylar. Bu yerda ham albatta qozon o'choqlari bor. Mana ko'rib o'tishlari hozir pokiza. Xo'p, endi kunduzgi narxni aytib o'tdik. Xo'p, bitta odamga o'rtacha 35 ming so'mdan to'g'ri keladi. 10 kishilik so'rilarimiz. Yotib qolish narxlari sutkasiga 50 mingdan 60 minggacha narx aytilyapti. Albatta bu o'sha nimani kunda, ya'ni shanba, yakshanba kelishga bog'liq. Bemalol narx borasi tortishlari mumkin. Ya'ni narxni tushirib yoki talash tortishlari mumkin. Bundan tashqari kanalimiz nomidan chiqadigan bo'lsalaringiz, sezilarli darajada skidka qilib beradi. Mana basseynimizni ham ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, yaqin kunlarda bu ham to'ldiriladi. Eng muhimi, topishga qiynalmaysiz. Katta yo'lda bo'yida maza qilib dam olish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, dachamiz haqida yana sizlarga qanday qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol opisiyaga olsangiz mumkin. Hammasi javob beramiz. Xo'p, dacha egalari xushmuomala. Xo'p, xohlasalaring mana taom tayyorlashni ham demak kelishib o'zlaring o'sha dacha egalarini kelishlaring mumkin. Do'stlar, buloq dam olish maskani haqida qisqacha videomiz shundan iborat. Bemalol oilaviy, do'stlar bilan, ulfatlar bilan, sinfdosh o'rtoqlar bilan bemalol kelib dam olishlaring mumkin. Xo'p, albatta sizlarga dam olish maskanimiz albatta sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Xo'p, qanday savol-javoblaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada kutib qolamiz. Xo'p, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Albatta bundan ham zo'r videolar hali oldinda inshaalloh. Salomat bo'linglar.